Bunday go'zal, nigohlari qaynoq ayolni umrim bino bo'lib uchratmagandim. Jonim og'riyotganini bir muddatga unutib, ayolga jilmayish qildim. Xayriyat, xushingizga keldingiz, tilga kirdi ayol. Omadingiz bor ekan. Sil kasalning alomatlari sizda ko'rinmadi. Faqat qattiq shamollagansiz. Bir hafta shu yerda davolansangiz, ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Turmada ham shunday mehribon odamlar bor ekan. Xayolimdan kechirdim men. Xuddi onam kabi mehr ko'rsatyapti. Yonboshimdagi kursi ustiga qaynoq choy, dorilarni terib qo'yibdi. Nahotki turmada shunday odamlar bo'lsa. Siz kimsiz? Asta shivirlab so'radim ayoldan. Men Yelenaman. Turmadagi tibbiy qismning bosh vrachiman. Anavi eshik oldida turgan ikki yigit yordamchilarim, sanitarlar. Men hayron bo'lib o'ng yonboshimga o'girildim. Chamasi menga ukol qilishganga o'xshaydi. Buni kursida dumalab yotgan shpritsni ko'rib payqadim. Namuncha buning tepasida yopishib qolibsan? Shaxtam qadamlar bilan xonaga kirib kelgan tezkor guruh boshlig'i Vadim Sergeyev Yelenaga o'dag'alay boshladi. Qiziq, nega unga o'dag'alaydi? Begona ayol bo'lsa, nima haqqi bor ekan? Faqat Yelenani quchib bo'sa olgandan keyin fahmladim. Demak, mayor uning eri. Xo'sh, o'lmadingmi? Mening tepamga kelib o'qraydi. Bu nima deganing? Mayorni urishgan bo'ldi Yelena. Ko'rib turibsan-ku, asta-sekin sog'ayishga o'tdi. Tezlat, turmaga yastanib yotish uchun kelmagan. Hali buning qiladigan ishlari ko'p. Men Ariston to oyoqqa turmaguncha qo'yib yubora olmayman, dedi Yelena qovoq uyib. Unda tepasida o'tirishni bas qil. Nima qipti? Bemorning tepasida o'tirib, dori-darmon beriladi-ku. Hadib bo'lar-bo'larmasga rashk qilaverasanmi? Bo'pti, o'zingni ham tiling uzayib ketyapti keyingi kunlarda. Mayor menga birpas nafrat aralash tikilib turgach, tashqariga yo'l oldi. Ertalab soat 10 ga yaqin uyqudan uyg'ondim. Xo'sh, tuzukmisiz? So'radi u ko'z yoshlarini xalatining yengiga artib. Yo'talingiz pasayibdi chog'i. Yig'ladingizmi? Javob berish o'rniga Yelenaga mehr bilan boqib so'radim men. Aytingchi, yig'ladingizmi? Qo'yavering, qo'l siltadi Yelena. Ishda bo'lib turadi. O'zingizchi, kechagidan durustmisiz? Men ayolning katta-katta moviy ko'zlaridan nigohimni uzolmay bosh irg'adim. Bunday qaramang, dedi hijolat tortib Yelena. Eringizni yaxshi ko'rasizmi? deb so'radim. Yelena bu savolimni kutmagan ekanmi, dast o'rnidan turib nari ketdi va shpritslarni qaynatish asosida urishib bergan bo'ldi. Bunisi bilan ishingiz bo'lmasin. 3-4 kun deganda o'rnimdan turib, bemalol deraza qarshisiga bora oladigan bo'ldim. Yo'talim ham deyarli qo'zg'amay qo'ygandi. Oynadan tashqariga ma'yus kuzatgancha o'y surardim. Kelgusi taqdirim haqida. O'zimcha bosh qotirardim. Meni ko'proq sud jarayoni hayajonga sola boshladi. Necha yilga qamasharkin deb o'ylardim. Prokurorning so'zlariga ishonadigan bo'lsam, 15 yildan kam berishmaydi. Advokat esa aksini gapirdi. Bo'shatib yuborishlari ham mumkin emish. Qay biriga ishonay? Bularning hammasi bir go'r emasmi? Ha, ular meni baribir odam o'rnida ko'rmasliklari tayin. Negaki jinoyatchi degan nomim bor. Jinoyatchilarni hech kim oqlamaydi. Kimlardir ulardan qo'rqsa, yana kimlardir g'azab aralash boqadi. Faqat Yelena unaqa emas. Meni tushunadi. Ko'z qarashlaridan sezaman. Balki yoqtirib ham qolgandir. Aks holda mayor eriga do'q urib tashlamagan bo'lardi. Qiziq, hattoki ko'ngli yo'q bo'lsa edi. Afsuski aytmaydi-da. Aytganda-ku hammasi ravshan bo'lardi. Voy, tag'in o'rningizdan turib oldingizmi? Men Yelenaning jarangdor tovushini eshitgach, seskanib ortimga o'girildim. Ayol izg'irinda ko'p yurganmi, titradi. Nima, tuzalib qolgan kishi bo'ldingizmi? Koyishda davom etdi Yelena. Axir 100 marta aytdim-ku, sizga hozircha turish mumkin emas deb. Kechiring, aybdorlarcha bosh egib karovatim tomon yurdim. Qorni tomosha qilgani kelgandim. Yoting, ukolingizni olish vaqti yetdi. Men yotdim. Yelena apil-tapil dorini shpritsga to'ldirdi-da va bilagimni charm arqoncha bilan mahkam siqib bog'ladi. Shu qadar menga yaqin turardiki, taralayotgan xushbo'y atir hidini hidlab to'ymasdim. Ignaning jonimni og'ritayotganini ham his etmasdim. To'g'ri, hayotimda ko'p ayollarni ko'rganman, ammo Yelena kabi mehribon, darkashni uchratmaganman. Shu topda muolaja xonasi eshigi taraqlab, ochilib ichkariga shaxt bilan mayor kirib keldi. Mayor o'shqirib ketdi. U to'g'ri tepamizga kelib, "Endi butunlay yopishib oldingmi bu xunasaga?" dedi. Yelena jon holatda bilagimdagi ignani sug'urdi-da, o'rnidan turdi. "Ukol qilayotgandim, ko'rding-ku? Sen mana shu iflos bilan yuribsan, bo'lmasa xonangdan chiqa olmay qolmasding. Tuhmat qilmay menga", hayqirdi Yelena titrab. "Men senga o'xshagan emasman. Men ukol qilayotgandim. Nega tushunmaysan? Meni ahmoq deb o'ylama sen battol. Shu o'tirishda boshqa ish qilib o'tiribsan", dedi.
Yelena bu gapni eshitib beixtiyor yig'lab yubordi. Sanitarlar ham janjalga guvoh bo'lishdan cho'chib, allaqachon juftakni rostlab qolishgan. Men bo'lsam nima qilishni bilmay yotgan yerimda tosh qotgandim. Iflos ekansan, dedi qon yig'lab Yelena. O'z xotiniga ishonmaydigan it ekansan. Nima? Mayor yugurib borib xona eshigini tamg'alab keldi-da, Yelenaning sochlaridan changallab past bosdi. "O'ldiraman sen suyug'oyoqni." Bir qo'li bilan Yelenani tomog'idan bo'g'a boshladi mayor. "Hammangni o'ldiraman, o'ldiraman." Yelenani azoblayotganini ko'rib chidab tura olmasdim. Sakrab o'rnimdan turdim-u, mayorning yelkasidan g'ijimlab o'zimga qaratdim. Shu orada Yelena eri chalg'igandan foydalanib, polda dumalab yotgan pichoqni qo'lga oldi-da, kuch bilan mayorning bo'yniga sanchdi. Bu bilan to'xtamadi. Pichoqni qayta-qayta sanchib olaverdi. Endi mening kuch ishlatishimga hojat qolmagandi. Hatto mayorning basharasiga ham bir marta urishga ham ulgurmadim. U dod solib gir aylana-aylana oxiri polga quladi. Mayorning dodvoyini eshitib, tashqaridan yo'lak supurayotgan mahbuslar, yaqindagina chiqib ketgan sanitarlar oldinma-ketin yugurib kirishdi. Ular tezda hammayog'i qonga bulangan, og'zidan ko'pik sachrab, deyarli nafas olishdan to'xtay boshlagan mayorni ko'tarishdi-da, bo'sh karavotga yotqizishdi. O'lib qoldi, izillardi Yelena, goh menga, goh boshqa mahbuslarga javdirab. Endi nima bo'ladi deb yig'ladi. Men darhol Yelenani bag'rimga bosib, deraza tomon yetakladim. "O'zingni bos", derdim ayolni yupatishda urinib. "O'lmaydi, o'ziga keladi ering." "Yo'q, u o'lib qoldi. Endi meni qamashadi", dedi. "Qamashmaydi", dedim, karavot tomon ko'z tashlab. Ha, mahbuslar joni uzilgan mayorning iyagini boylash bilan ovora edi. "Sizni qamashmaydi", takrorladim men yanada dadillashib. "Bunga yo'l qo'ymayman. Mayorni siz emas, men o'ldirdim. Bering pichoqni, bering", dedim. Yaxshiki pichoq hanuz Yelenaning kaftlari orasida ekan. Pichoqni tortib olib, sopiga kaftlarimni ishqalay, o'zim yotadigan ko'rpa orasiga berkitdim va ichkaridagilarga tillarini tiyishini tayinladim. Yelenani yoniga qaytdim.